10X ga metan yaxshimi, propanmi? Shuni to'liq ma'lumotini bilib oling. Jon akalar, iltimos ustanovka qilib, ertaga afsus qilib qolmang. Xo'p, birinchi navbatda puliga kelinadi. Ya'ni siz ekonom xohlasangiz, baribir sizga metan 10X ga yaxshi. Yo'q, komfort xohlayman deydigan bo'lsangiz, albatta sizga propan yaxshi. Xo'p, 100 ming so'm pul bilan 10X avtomobilni xuddi mana shu yubileyniy ustanovka qilsangiz, ahamiyat berg'as tagiga apshiklar qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol 350 kilometr harakatlanishingiz mumkin. Zapravka qarab ko'payib kamayadi. Endi 100 ming so'm pul bilan 47 talik Belorussiya balon bilan agarda 10X avtomobilida yurmoqchi bo'lsangiz, 200 dan 250 gacha kilometraj bosib o'tishingiz mumkin. Lekin komfort masalasi bo'yicha propan, vobshem benzinni ham unutib olasiz, propanda yuradigan bo'lsangiz. Xo'p, endi biz haqiqatda aytamiz, agarda sizning ishingiz taksistlik bo'ladigan bo'lsa, baribir metan sizga arzonroqqa tushadi. Lekin hozirgi kunda o'sha yoz yaqinlashyapti, o'shani hisobiga propan qo'yishingizda taklif qilib qolamiz. Chunki yozda motorga siz, ya'ni konditsioner qo'shganingizda, bular 3 silindr bo'lgani hisobiga trekkerlar ham hattoki ozgina detonatsiya bo'lib qolish xavfi bor. Lekin ustanovkani to'g'ri qilib, 6 sm jukulalar tashish unaqa narsa bo'lmaydi deb ayta olmaymiz. Ozgincha metanda bilinadi. Endi propandan umuman konditsioner qo'shasizmi, gurjoniy mashina tortasizmi orqadan umuman ahamiyati yo'q. Propan sizga shu xususiyatni bera oladi. Ya'ni tortishi vobshem zo'r bo'ladi. 98 va 98 dan yuqoriroqdan bergani hisobiga siz komfortni yurasiz. Ekonomga baribir metan, komfortga baribir propan bo'ladi. Siz hali ham obuna bo'lmagansiz. Obuna bo'lib turing. Sizga mana shunga o'xshash ma'lumotlar 100% bizning profil ayni biz sizga berib o'tamiz. Sirdaryo Metangaz ishonchli, sifatli, hammaga sizga ekonomichniy xizmatlarni taklif qilib qoladi. Qaytarib o'tamiz, biz zazorchik emasmiz. Ya'ni ko'pchilik mana shunaqa deb o'ylar ekan, ya'ni bloger deb. Yo'q, biz realniy o'zimiz ustamiz, faqatgina bollarni ishlatamiz qo'limizda. Ya'ni ham sizni kelganingizda kutib oladigan bo'lsak, ham ishlaydigan bo'lsak, uncha vaqtimiz yetmay qoladi. Shuning uchun o'zimizga kelavering, kafolati bilan ustanovka qilib beramiz. Captiva avtomobilni ham hozir video obzor davomida ko'rsatib o'tamiz. Har doimgidek o'sha gap, oldi qo'yilgan jihozga 100% 1 yil garantiya beramiz. Metanga 15 yil, propanga esa 10 yil. Nima uchun Sirdaryo Metangazda propan yoki metan narxi arzon deysizmi? Da bizda mana shu qilinadigan xizmatni o'zi narxi arzon. O'zga viloyatlarda mana shu ustanovkani o'ziga sizga kamida 300 ming olsa, biz yashirmaymiz, 100 ming so'm beriladi bizda ustanovkaga. O'shaning uchun Sirdaryo Metangaz ishonchlisini sizga taklif qilib, obuna bo'ling. Bu videoni barcha 10Xchilarga yuboring.